boshladi. Men umr bo'yi yomonlikka ham, ezgulikka ham teng xizmat qildim. Chunki nima ish qilsam, o'sha ishim ikki qismga bo'linar edi. Siz bilan tortishmoqchi emasman. Faqat bitta misol keltirmoqchiman. Bir vaqtlar juda martabali bir do'stim bo'lardi. O'zi sofdil edi-yu, sal obro' talab edi. U 27 yil amal kursini hech kimga bermadi. Usta odam edi. U nima qilardi deng, yuqoridan shuncha xom ashyo bor deb buyruq kelardi. Buyruqni inkor etib yoki muhokama qilib bo'lmasdi. Biz ana shunday ruhda tarbiyalanganmiz. Uni bajarishimiz kerak. Bajarish uchun butun korxona ishchilari 4-16 soatdan ishlashlari kerak. Bu esa bilasizki rasman mumkin emas. To'g'rirog'i mumkin-u, ya'ni turli tuman tashabbuslar tashkil qilib bajarsa bo'ladi. Biroq 12 oyni bunday qilib bo'lmaydi. Odam mashina emas. Bu minglab odamlarni mayib qilishi mumkin. Yo'q desang kursini topshiraver. Boshqasi albatta shunday qiladi. Bitta sen halol bo'lganing bilan hayot go'zal bo'lib qolmaydi. Shunda mening do'stim eng maqbul yo'lni tanlagan. Ta'kidlayman, o'zi juda sofdil, oqibatli odam edi. U hamma ishni bajarildi deb qog'ozga qo'l qo'yib beravergan. Boshqa korxonalarni ham bu ishga tortgan. Ular bizdan bugina, sizdan ugina deb yozib berishavergan. Azbaroyi odamlarning taqdirini o'ylab shunday qilgan. Do'stim shu yo'l bilan o'zicha buyruqlar mustabidligiga qarshi kurashgan. 27 yil odamlarni qog'ozlar bilan himoya qilgan. Oxir-oqibatda uning ajali yetib o'ldi. Keyin uning go'riga tosh otish boshlandi. U himoya qilgan minglab odamlar unga birinchi bo'lib tosh otdilar. O'rniga boshqani saylashdi. Bu boshliq buyruqni qanday bo'lsa shunday bajarish uchun qo'lidagi hamma narsadan foydalandi, hatto kuchdan ham. Daromad kamaygan, sadaqa so'rash ko'paygan, bora-bora odamlar oldingi boshliqni afsus bilan eslashgan, uning to'g'ri yo'l tanlaganini anglashgan. Xo'sh, aytingchi, bu yerda nima yaxshilik u, nima yomonlik? Buni qanday farqlasa bo'ladi? Biri odamlarni o'ylab qonunni suiiste'mol qildi, ikkinchisi qonunni o'ylab odamlarni xarob qildi. Men bu yerda qaysi bir yomonlik, qaysi bir yaxshilik hech farqlay olmayman. Umrim davomida ham buni farqlay olmadim. E'tiqodchi, dedim uning salmoq bilan gapirishidan achchiqlanib. To'g'risi uning dalillari meni biroz dovdiratib qo'ydi. U umri haqida juda ko'p o'ylagan edi. Aftidan shuning uchun qat'iyat va ishonch bilan gapirardi. E'tiqodli odamlar, to'g'rirog'i e'tiqodi mustahkam odamlar yaxshilik bilan yomonlikni juda teran anglaydilar, dedim va gapimdan balandparvozlikdan ham uyalib to'xtab qoldim. E'tiqod, dedi u g'ussali ohangda. Agar bir umr e'tiqod qo'yib, shunga ishonib, kurashib, yonib, kuyib yashasang-u, bir kun e'tiqod qo'ygan narsangiz puch, yolg'on va puflab pishirilgan sharday omonat, siz ezgulik deb sig'ingan narsalar asli razolat ekanini anglab qolsangiz, bunday demasdingiz. Ana shunda umringiz yomonlik bilan yaxshilikning farqi qolmagan, xuddi ana shu yo'ldan chiqib ketgan shaldir-shuldir bo'm-bo'sh aravaga aylanardi. Siz esa bo'shliqni to'ldirish va aravaga nimadir yuklash uchun har qanday yovuzlikdan ham qaytmasdingiz. Shumi e'tiqod? Men bu so'zni ishlatmay qo'yganimga ham 40 yildan oshib ketdi. Bu so'z shunchalik serjilo, jimjima, soxta balandparvozki, eshitsam ko'nglim ayniydi. U alam bilan xirillab to'xtab qoldi. Uning jahli chiqqan, negadir ko'ngli to'lib ketgandi. Hozir biron narsa desam jerkib tashlashi aniq edi. O'zining fikrini ma'qullamaganlarni yoqtirmasdi aftidan. Uning butun umr yaxshilik nima-yu, yomonlik nimaligini izlay topolmaganini o'zimcha tasavvur qilib dahshatga tushdim. Hatto uning o'sha kuni tushunmagan rasmlariga ham andak tushunganday bo'ldim.
Bu suratlar o'ziga ishonmagan, umrini turli aldovlar va yupanchlar bilan behuda o'tkazgan odamning hayot haqidagi o'ylari, uning mavhumlikka mustahiq qalbining parcha-parchalari haqidagi o'ylari, uning mavhumlikka mustahiq qalbining parcha-parchalari edi. Umri poyoniga yetgan sayin dunyoning beshafqat xulosalaridan qochib, u mana shu mavhumlik va yolg'izlikning quyuq o'rmoniga yashiringandi. O'zining o'tgan umriga mana shu yolg'izlik qo'ynidan turib nazar solmoqchi, o'z umriga ham xulosalar yasamoqchi edi. Shekilli uning gaplaridan bu sezilar, lekin menimcha o'ziga zarur xulosani hanuz topolmagandi. Uning yolg'iz hayoti menga chirigan daraxtning yemirilayotgandek mudhish bo'lib tuyulgandi. Aftidan yolg'izlik uning so'nggi boshpanasiga aylangandi. Uning gaplarida odamning vujudini zaharlovchi nimadir bor edi. U bilan chorak soat gaplashib, o'zimni yomon his qila boshladim. Nimagaki ishonsam, chol hammasini chilparchin qilib tashlagan, meni ham o'zining ishonchsizligi bilan zaharlab ulgurgandi. O'sha kundan so'ng men ichimga kirib olgan cholning qiyofasidagi shaytonni vujudimdan quvib chiqarguncha uzoq vaqt o'z ko'nglimni o'zim ko'tarib faqat quvnoq hikoyalar o'qib yurdim. Cholning oldiga qaytib chiqmadim. Hovlidagi chirkin va shilta hididan, cholning qo'lansa gaplaridan hamon o'zimga kela olmayotgandim. Eslasam ko'nglim aynar, birdan hamma narsaga qiziqishim yo'qolar edi. Uy bekasi haftada bir marta cholga ovqat kiritib turar, uning berilib qandaydir surat chizayotganini aytardi. U suratlarga tushunmasdi. Shuningdek, cholni ham yomon ko'rar, lekin qarovsiz cholga butun ko'cha ovqat kiritib turgani uchun ulardan ayrilgisi kelmasdi. Umuman beva ayollarda tabiiy shafqat hissi bo'ladi. Ularning ko'ngli yumshoq, tez ta'sirlanib, tez xafa bo'lishadi. Men bora-bora cholning suratlari bilan ham, uning taqdiri bilan ham qiziqmay qo'ydim. O'sha paytda Onettining hikoyalarini tarjima qilayotgandim. Chol kamdan kam esimga kelardi. Esimga tushgan onlari esa ko'z oldimda qora sharpa kabi paydo bo'lar. Bu sharpa meni tinmay ta'qib etardi. Ba'zan birinchi suratini eslab xayollarga tolardim. Xayollarim ham suratdagi yigitning ko'zlari kabi huzurli edi. Meni faqat chol chizayotgan so'nggi suratgina ozroq qiziqtirib turardi. Chunki sezishimcha chol oxirgi suratini chizmoqda edi. U uni ba'zan yo'lda, oziq-ovqat do'koniga chiqib kelayotgan holatda ko'rib qolardim va kundan kun hayot asari yo'qolayotgan yuz ko'zlariga o'z umri uchun ayanchli xulosalar to'lib yotgan va uni masxara qilgandek ko'klam bilan tobora go'zallashib, yosharib borayotgan atrofidagi olamni ko'rmaslik uchun yerga yana ham ko'proq egilib qolgan qaddi qomatiga qarab, shu mudhish fikrimga ishongim kelardi. Bugun qish davomida cholni 2 marta darvoza yoniga kursi qo'yib, o'zini chuvoqqa toblab o'tirgan holda ko'rdim. Uy bekasi ko'p javdiraydigan ayol edi. U dun mahallani g'iybat qilib chiqar, so'ng yana cholni taftish qilardi. U chol haqida ijirg'anib gapirardi, lekin ovqat kirgizishni kanda qilmasdi. Unga ayniqsa cholning mahalla ko'ynikiga o'xshamagan odatlari yoqmasdi. Bahorning boshlarida hordiq oyidan qaytib kelib, uyga kirishim bilan uy bekasi ko'zida yosh bilan qarshi oldi va 3 kun burun cholning qazo qilganini aytdi. Vujudimga sovuq, shilimshiq narsa o'rmalaganday junjikib ketdim. Va birdan hayolimga cholning suratlari keldi. Uy hali qarovsiz, dedi menga uy bekasi. O'g'lini hech qayerdan topish olmadi. Yana qo'lga tushgan bo'lsa kerak. Kechqurun cholning hovlisiga o'tdim. Hovli huvillab yotardi. Shilta hidi cholning o'zi bilan birga yo'qolgan, biroq chirkin hid hali ham guppillab dimog'ni kuydiradi.
Suratlar bir chekkaga yig'ishtirib qo'yilgandi. Cholning so'nggi suratini izlay boshladim. Chol suratni chizib ulgurganmi, yo'qmi, meni juda qiziqtirardi. Sariq matoni nihoyat topdim va uning yuzidagi qog'ozni yulib olib, shosha-pisha suratga tikildim. Ko'zimga nihoyatda tiniq ranglar lop etib urildi. Bu surat 40 yil ichida chizilgan marhum suratlarga sira o'xshamas edi. Men rasmdagi manzaradan bir nafas tong qoldim. Suratda xuddi birinchi rasmdagi o'rmon aks ettirilgan edi. Faqat bu suratda maymun umidsiz, ko'zlariga g'am cho'kkan, yuz ko'zida hayotdan nishona qolmagan, munkaygan bir cholni o'rmon sari yetaklab ketardi. Suratning soshib chizilgani ko'rinib turardi. Ko'p joyga bo'yoqlar nomiga chaplangan edi. Cholning o'zi ham umri oxirlashib qolganini bilgan, shuning uchun ham shoshgandi. Rasmning orqa fonidagi ranglar me'yorga yetmagandi. Bu quyosh botib atrofga cho'kkan xira qorong'ulikni eslatardi. Biroq ana shu qo'ng'ir rang fonida maymun va odamning qiyofasi ravshan aks etgan, odamning yuzidagi umidsizlikni ham yanada kuchaytirgan edi. Men o'shanda beixtiyor hayot kabi san'atning ham kirish va chiqish eshiklari borligi haqida o'ylagandim. Cholning suratlari go'yo sirli qo'rg'on edi. Cholning ilk suratini ko'rgan daqiqadayoq bu qo'rg'onga kirib qolgandim va uning suratlaridan qolgan sovuq hissiyot bilan birga yuragim g'ash bo'lib yurishimning sababini topganday bo'ldim. Shu kungacha cholning qo'rg'onida yashagan edim va hozir bu qo'rg'on eshigidan biyday kimsasiz dalaga chiqib qolganday his etdim o'zimni. Vujudimni shilimshiq, jirkanch narsa o'rniga bir narsasini yo'qotib qo'ygan odamday cholning suratlaridan qolgan xavotir egalladi. O'zim yashaydigan uyga qaytib kirganimda beka mahalla kengashida ishlaydigan keksa bir kishi bilan gaplashib o'tirardi. Mahalla keksalari yig'ilishib, uyni kimgadir berishmoqchi bo'lishibdi, dedi u menga. Uy olaman deb yurgan edingiz, mana shu uyni ola qoling. Birdan dimog'imga hovlidagi dov daraxtlardan tortib gullaru har bitta g'ishgacha o'rnashib qolgan chirkin hid gup etib urildi. Ko'nglim behuzur bo'lganday ijirg'anib ketdim. "Yo'q", dedim. "Men o'z xonamga ketar ekanman. Hozircha uysiz yashab turaman."